Bugun sizlarni o'zim bilan Jahon bozoriga olib boraman. Ro'zg'or dugorini to'ldirishga 3-4 ta narsalar olib kelamiz. Eshitishimcha Andijon bo'ylab eng arzon uy ro'zg'or buyumlarini sotadigan shu Nafir do'koni ekan. Qani bir ko'rib, aylanib, narxlar bilan tanishib chiqamiz. Kirib, ko'zimga shular ko'rindi. Onalar shuda avval bolasiga, olsa keyin o'ziga oladi. Bu yerda har xil o'lchamdagi suv bochkalaridan topishingiz mumkin ekan. Shu ko'rib turgan ziravor soladigan nabor narxi 35 ming so'm. Menga rosa yoqdi. Mana narsani bo'lsa ancha izladim. Topganimda bo'lsa 400 ming deyishgan edi. Bu do'konda 285 ming so'm ekan. Choy, kofe, shakarlar solishga juda qulay. Boshqacha variantlari ham bor ekan. Shu choynak bo'lsa 22 ming so'm. Bu yerda mingdan ortiq xo'jalik mahsulotlarini topishingiz mumkin bo'lib, agar 300 ming so'mdan ortiq narsa xarid qilsangiz, Andijon shahar bo'ylab yetkazib berish bepul ekan. Hamma ko'rgan narsalarimni narxlar bilan eslab qola olmadim, lekin rostdan ham juda ham arzon ekan. Sanuzulis uchun ham uzoqqa borib o'tirmaysiz. Hammasi shu yerda. Remont qilgan ayvonim uchun ham gultuvaylar ko'rib qo'ydim. Xullas o'ylanmasdan kelaverasizlar, ozgina pulingizga ko'pgina narsa olib ketasizlar. Manzil Jahon bozorini, o'yinchoqlar sotadigan darvozasini to'g'risida Nafir do'koni joylashgan. Videoda bo'lsa andijonliklarga jo'natib qo'yamiz.